Hammaga assalomu alaykum birodarlar. O'tgan safargi videoga hamma o'zini fikrini bildiribdi kommentariyaga. Ona arla qanday? O'zimizda nimamizda yaxshi. Endi proporsional. O'tgan safargi videomizga ko'pchilik yozibdi-da kommentariyaga. Arlaring och, ovqat berish kerak deb. Och mana. Ochlikka och. Ish bilan bo'lib ariga umuman ovqat bera olmadik. Qolib ketdi. Mana endi o'zini tirikchiligini o'zi qilib Ovqat berishni boshladingizmi o'zi? Ovqat berishni endi boshladik. Yana ko'pchilik yozibdi. Arlar bo'libsiz-ku. Shu bo'lmasdan oldin doralash kerak edi. deb yozibdi. Dorilar bo'ldi-ku. Mana bu do'kondan yangisini olib berdim. Nima onasini qidiryapsizmi yana? Biz ara boqishni yaqinda boshlaganmiz, shuning uchun qanaqadir fikrlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketaverasizlar do'stlar. Tutaveraymi? Nima onasini qidiryapsiz, nima qilyapsiz hozir? Kerakli onasi. Nima sababdan mana shu ramkalarning ustiga mana bunaqangi uylarni to'qib yuboradi? Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ramka qo'shish kerak bo'lsa, bu yer o'zi to'la. Qani onasi? Mana o'rtada yuribdi. Qani? Ana bo'shlikchidan. Ko'rding? Ha, bo'ldi. Mana onasi. Yugur. Juda katta ekan bu ona. O'tgan safar ochilganda mana shu yerga mamlakasiga to'qib yuborgan. Nima sababdan shunaqangi bo'ladi do'stlar? Nima gaplar berdi? Hozir mana bu arini o'ziga qoqib, bu urug'larni bunga qo'yib berishar ekan. Boshlandi. Bu ramkada urug'lar ko'p ekan. Bu yashida kamroq ekan.